Mana kecha bir operatsiya o'tkazdim. Hayotimda eng hayajonli operatsiyalardan biri bo'ldi. Minglab operatsiya qiladigan bo'lsam ham, kecha eng hayajonli operatsiyalardan biri o'zimning eng yaqin do'stim Suhrobjonda operatsiya qildim. Ya'ni umurtqa pog'onasida ham stenoz, ham dischura chiqib ketgan edi. Oyoqda kuchli og'riq. Shunga qaramasdan ko'p marta davoladik bu kishini. Jo'ramdi. U dori ukollar qildik, fizioterapiyalar qildik ancha, lekin belda og'riq, oyoqda og'riqlar kuchayib boraverdi. Keyin kecha operatsiya o'tkazdim, ya'ni umurtqa pog'onasida ham stenozni bartaraf qildik, ham dischurasini olib tashladik. Mana hozir do'stimning o'zidan odzivlar olasiz. Qanday? Bir kundan keyin qanday, avval qanday bo'lgan? Qanday bo'ldi do'stim? Operatsiya uchun katta rahmat. Men tanlovga har doim aytaman. Vrach tanlash imkoniyati bo'lsa, albatta ishongan odamga, o'zi biladigan odamga qilish kerak. Shunga qilmoqchi bo'lsangiz operatsiya. Men bu operatsiyaga xulosa kelish uchun juda ko'p vaqt o'tdi. Nukleoplastiya qildik, konservativ davolab ko'rdik. O'zimiz doktor bo'lganimiz uchun ham bemorlar ham gapiradi, eshitamiz ularni ham, o'zimiz ham ba'zida ishonmaymiz. Shu haqiqatan yaxshi bo'ladi, tez turasan deganda. Men shuni aytmoqchimanki, operatsiyadan oldingi holatim bilan hozirgi holat ancha farqi bor. Ya'ni shuna oyog'imda bejarlash bor edi, chap oyog'imda o'shish bor edi. Bora-bora o'sha oyog'im orqaga qolishni boshladi. Ko'pchilik meni ko'rib yurishimdan gapirishni boshladi. Dardini his qilmasam, yurishim boshqachaligini sezdi atrofdagilar va shuning uchun ham operatsiya qilishga qaror qildim. Operatsiyadan keyin hozir o'sha oyoqdagi o'yishlar yo'q. Alhamdulillah, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Do'stimga katta rahmat aytaman. Salomat bo'ling do'stim. O'sha sog'liq. Men yana bir narsa aytmoqchiman, qisqa qilib qo'yaverasizlar kesib. Aytmoqchi bo'lganim, juda ko'p odam sizni oldingizdan chiqadi. Mutaxassismi, u mutaxassis emasmi, operatsiya qildirma, nogiron bo'lib qolasan, keyin ma'lum bir palajenani egallab qolasan, boshqacha bo'lib qoladi oyog'ing yoki yurolmay qolasan. Yo'q, unaqa emas. Sizdan o'tgan dardni faqat o'zingiz bilasiz. Men masalan shu operatsiyagacha o'zi yurolmayotgan. Yana undan keyin qanday yurolmay qolishingiz kerakligini tasavvur qila olmayman. Operatsiya qildirdim, men Xudoga shukr oyoqdaman. Yurolmay, oyog'imni oldingidek his qila olmayman. Shuning uchun hammasi uchun rahmat do'stim, yana bir marta. Salomat bo'ling. Kasal bo'lmang. Hamma kasallarga shifo bersin, hech kim kasal bo'lmasin. Klinikamizga kelgan bemorlar ham faqat sog'ayib, yaxshi kunlarda oyoqqa qaytarish nasib qilsin do'stim. Yana bitta narsani ta'kidlab o'taman. Ko'p bemorlar aytadiki, kommentariy yozadi. O'zlaringiznikini operatsiya qilmaysizlar, faqat davolaysizlar. Faqat boshqa begona odamlar operatsiya qilasizlar. Lekin mana kecha o'zim do'stimni ham, o'zimda mana videolarimni qo'yganman. Opa-singillarimizni ham, yangalarimizni ham operatsiya qilganman. Do'stimni ham kecha operatsiya qilib juda hayajon kuchli. Eng yaqin do'stim bo'ladi. Doim birga ishlaymiz, birga yuramiz. Qayerda bo'ladigan bo'lsak, baribir hayajon bo'ladi. Lekin Xudo xolasa mana o'tdi operatsiyasi. Endi reabilitatsiya davrini bosqichlarni o'tadi. Xudo xolasa buyog'i yaxshi bo'lib ketadi. Ehtiyot qilib yuradi endi o'zini. Salomat bo'ling.